Assalomu alaykum hammaga. Bugun hamma uchun Instagramda juda mashhur bo'lgan kitob, Yashamoq kitobi haqida sizlarga gapirib beraman. Nima uchun yashamoq? Yashamoq birinchi nomiga kelaylik. Har doimgidek birinchi nomini aytib o'tay. Yashamoq. Bir inson bo'ladi. Bir inson hamma oilasidagi hamma oila a'zolarini ko'madi. Hatto nabirasigacha o'z qo'li bilan ko'madi. Lekin hali u tirik bo'ladi. Shuning uchun Yashamoq kitobi yashamoqdir. Yashamoqda yashab ko'ramiz. Xudo xohlasa bugun tugatdim. Sabah erkandan tugatdim. Ya'ni erta tongda tugatdim. Endi sizlarga shuning sharhini aytib o'tib bermoqchiman. O'zimdek olib qarasiz kitoblarning sharhi nima uchun kerak? Bu faqatgina sizlar uchun ham emas, balki meni o'zim uchun ham kerak. Chunki inson biror narsani o'qisa, uni esdan chiqaradi. Ya'niki ma'lumot juda ko'pligidan qisqa xotirada turadi, lekin yoddan chiqib ketgan bo'ladi. Yana bir takrorlab olsa, shu videolarimni o'zim ko'rib olsam, yana o'sha kitobni o'qigandek bo'laman. Demak, Yashamoq kitobi. Birinchi Fuguy degan inson juda boy, badavlat inson bo'ladi. U hamma otasining pullarini qimorga tikadi, fohishabozlik bilan shug'ullanadi. Nimaiki jirkanch ishlar bo'lsa, hammasini qilib ko'radi. Ularning 65 gektar yeri bo'ladi. O'zi undan oldin 130 gektar yeri bo'lgan. Fuguyning otasi 65 gektarda qimorda yutqizib yuborgan. Undan keyin 65 gektarda Fuguyni o'zi ham yutqazib yuboradi, hatto yashayotgan uyigacha. Undan keyin Fuguyni otasi yo'lda ketayotgandan keyin bu dardlarga chiday olmay xasta bo'lib qoladi. Va bir devorga olib, o'sha paytda umumiy hojatxonalar bo'lgan. Umumiy hojatxonaga borib, devorga yaqinlashganda to'satdan holi qurib yiqilib tushadi hamda uni bo'yni sinadi. Bo'yni singandan keyin o'sha yerda o'zida vafot etadi. Undan keyin ocharchilik davri boshlandi. Ana qimorda yutqazib qo'ygan qimorbozga, ya'niki ularning hamma yerini, uyini sotib olgan insonning oldiga boradi. Insonning oldiga borgandan keyin unga aytadiki, menga 3 so'tlik ijaraga yer ber. Men o'sha yerda ijaraga biror narsa ekib, kunimni ko'raman deydi. Kunimni ko'raman degandan keyin, "Bo'pti, mayli, janob Fuguy, sizga 3 so'tlik yer beraman" deydi. Undan keyin kunlardan bir kuni onasi xasta bo'lib qoladi. Onasi xasta bo'lib qolganda unga shifokor lozimligini aytiladi. Va u o'z ayolidan taqinchog'i, uning ayoli ham boy badavlat bo'ladi. Otasini uyidan farzandi Yulchinni dunyoga keltirgandan keyin bular bilan yashay boshlaydi. Kambag'al bo'lib qolganda uni olib ketgan edi va o'zi qaytib keladi. Undan keyin onasi kasal bo'lib qoldimi? Kasal bo'lib qolganda uning xotini Jiyashin bilak yuzinikini beradi. Mana oling, doktorni, shifokorni olib keling bizning uyimizga va onangizni tuzatsin deydi. U shaharga ketadi, Fuguy ketgandan keyin o'sha yerda qarasa janjal to'polon bo'layotgan bo'ladi. Bir eshikka oldidan o'tayotib bir bolaga ko'z tushadi. Bolaga nima kerak, yordam kerakmi desa, eshikni ochib yuboring deydi. Ha, bu o'zini uyi bo'lsa kerak-da deydi. Undan keyin eshikni sekin ochib yuborsa, ana u bola qochib ketadi. Shunda anglab yetadiki, u bola uni aldaganini. Undan keyin ana u uydan chiqqan xizmatkor uni turtib so'ra boshlaydi. Senga nima kerak? Yo'qol chuvrindi deb so'ka boshlaydi. Undan keyin ikkalasi o'rtasida jang boshlanadi. Jang bo'layotganda askarlar, Sun-Yatsenning askarlari kirib keladi. Askarlar kirib kelgandan keyin bir qo'mondon ikkalasini urushga olib ketmoqchi bo'ladi. Xizmatkor yolib yorvoradi. "Ey qo'mondonim, men bu yerda xizmatkorman, iltimos" deb yolvoradi. Undan keyin "Bo'pti, mayli" deydi, orqasidan otib o'ldiradi. Undan keyin mana bu Fuguyga ham "Sen ham ketmoqchimisan? Ketsang ketaver" deydi. Undan keyin majbur urushga ketib qoladi. Onasi xasta, bu esa urushda bo'ladi.
Urushda bo'lganda juda ko'p aziyatlar chekadi. Boshida yaxshi bo'ladi, qochib yuradi. Oxirida esa hech hamma yer qamalga olingan, o'rtada qolib ketgan bo'ladi ular. Undan keyin samolyotda guruch, non tashay boshlaydi. Birinchi guruch tashagan. Guruch tashaganda guruchni pishirgan hech narsa qolmaydi. Undan keyin non tushira boshlaydi. Nonni odamlar shunaqangi yopishadiki, bir-birining ustiga chiqib ketadi. Undan keyin hatto guruchni qaynatish uchun hech narsa qolmaganda insonlar qabrlarni kovlab, ichidagi tobutlarni olib yoqa boshlaydi. Undan keyin Fuguy nima qiladi o'sha paytda? Boryapti nonga borsa, nonni olishga urinish befoyda. Chunki to'polon unga non tegmaydi. Undan keyin u Chunshen degan bir bo'ydoq yigit bilan boradida, o'sha to'polon bo'layotgan yerga borib, insonlarni patinkasini yechib oladi, oyoq kiyimini yechib oladi va oyoq kiyimni yoqib, u yerdagi guruchlarni qaynata boshlaydi. Urushdan qaytib keldi. Birinchi u yerda dushman qo'liga tushadi. Dushmanlar yaxshi bo'ladi, uni qo'yib yuboradi, pul berib qaytib ketadi. Chunshen bo'lsa, ularni qo'lida milliy ozodlik harakatiga qo'shiladi va ko'plab yerlarni zabt eta boshlaydi. Undan keyin qaytib keladi. Qaytib kelgandan keyin qarasa, onasi 2 oydan so'ng vafot etgan bo'ladi. Ya'niki u shaharga ketdi, 2 oy o'tib vafot etgan bo'ladi. Uni xotini Jiyashin aytib beradi. Undan keyin esa uchalasi Jiyashin va Fuguyni bir qizi va o'g'li bo'ladi. Qizining ismi Fenghaya, o'g'lining ismi esa Yuchin. Ikkalasining ham qismati juda yomon kechadi. Birinchi Yuchin vafot etadi. Yuchin maktabga borar ekan, shippagi bo'ladi. Shippagi yirtilib qolmasligi uchun uni yechib olib, maktabga borib kiyib oladi. Yuchin kunlardan bir kuni maktabga boradi. Maktabga borgandan keyin uning direktori zudlik bilan shifoxonaga borish kerakligini aytadi. Hokimning o'g'li juda og'ir ahvolda bo'ladi. Ya'niki u homilador bo'ladi. Homilador bo'lgandan keyin juda qonni ko'p yo'qotgan bo'ladi va unga qon juda zarur bo'lgan. Yuchinning qoni unga juda foydali va aniq o'sha guruhdagi qon bo'ladi. Va u qon berishga rozi bo'ladi. Ahmoq doktor bo'lsa, Yuchinning barcha qonini so'rib oladi. Ya'niki undan bir tomchi qon qoldirmaydi. U hokimning ayolni qutqarish uchun shunchalik berilib ketgandiki, Yuchinning qonini hammasini tortib oladi. Undan keyin Yuchin vafot etadi. O'z o'g'lini ko'madi. Birinchi otasining qabriga qo'ydi. Undan keyin onasining qabriga qo'ydi. Endi esa o'g'lining qabriga qo'ydi. Kunlardan bir kuni keyin uning qizi bo'ladi. Ya'niki qizini kim dedik? Fenghaya dedik. Fenghaya ham turmushga chiqadi. Uni bir aravakashga turmushga berishadi va Fenghaya ham to'lg'oq bo'ladi. To'lg'oq paytida juda og'ir qon yo'qotadi va Kugen ismli farzandini dunyoga keltirib, o'zi vafot etadi. Undan keyin undan oldin onasi vafot etadi. Undan 2 oy o'tib onasi vafot etadi. Ya'niki qizi vafot etganidan keyin 2 oy o'tib Fenghayani onasi va Fuguyni xotini vafot etadi. U qanday vafot etadi xotini? Oldindan uning suyak yemirilish kasalligi tashxis qo'yiladi. U juda ko'p yashaydi. 10 yil, 15 yillab shu ahvolda hayot kechiradi va oxiri farzandlarining bu kabi o'lishiga ko'zi yetmay vafot etadi. Undan keyin kuyov va qaynota ikkisi qoladi.
Birinchi juda yaxshi bo'ladi. Nabirasini ko'rgan shaharga borib turadi. Hammasi bir yaxshi bo'ladi. Lekin esa kuyovi ham uni tashlab ketadi bu hayotda. Kuyovi aravakash edi. Aravakashlikda juda xavfli ishlar bo'lardi. Kunlardan bir kuni beton quyish qolipini orasida qolib ketadi va o'sha yerda vafot etadi. Undan keyin nabirasini o'zi bilan olib ketadi Kugenni. Kugen ham kunlardan yashab juda yaxshi kunlari bo'ladi Fugi va Kugenni. Fugi bobo uni olib bering, buni olib bering degan narsalari bo'ladi. Lekin ammo 7 yoshga to'lgandan keyin uni ham qabrga qo'yishga majbur bo'ladi Fugi. Va u qanday o'lgan edi? U kunlardan bir kuni bir sotix yeri qoladi Fugini. Davlat olib qo'ygan bo'ladi, soliq siyosati kuchayib. Undan keyin Kugen bir kunlardan bir kuni paxta terishga boradi, ota nabira. Borgandan keyin o'sha yerda og'irlasha boshlaydi nabirasining ahvoli. Bobo, meni boshim aylanyapti deydi. Yo'q, sen paxtani ter tezroq bo'lmasa ertaga yomg'ir yog'adi deydi. Bobo, meni boshim aylanyapti deydi. Bo'pti deb turib, zo'rlab paxtani terdiradi. Undan keyin oldiga borib qo'lini ushlasa, qo'li juda yomon holatda, sovuq, lablari qaltiragan, peshonasini ushlab ko'rsa, isitma chiqyapti. O'shandan keyin darhol zanjabil qaynatib beradi. Qishloqdoshlari aytadiki, zanjabil hamma dardga davoligini. Undan keyin zanjabil qaynatib beradi, guruch sho'rva qilib ichirib beradi va oxirida u lo'yani sevardi Kugen. Lo'ya qaynatib beradi. Bir kosani oldiga qo'yib ishga ketadi. Hamma paxtani terib qaytib kelganda uyga kirsa, nabirasi Kugenning ahvoli juda yomon edi. Lablari titrab qirmizi bo'lib qolgan edi. Qizarib ketgan edi. Va yurak urmayotgan edi. Qishloqdoshlaridan, ko'chada o'tayotgan odamlardan kelib nabirasini ko'rib qo'yishini, o'ldimi, o'lmadimi, o'shani bilishini yig'lab ulardan iltimos qiladi. Afsuski, ular hamma kirib aytganida shunday deyishadi. Nabirangizning yuragi urmayapti. Urishdan to'xtadi. Undan keyin uning ham qabrini xuddi oilasining qabrlari oldiga qo'yadi. Aytib o'tganimdek, birinchi otasidan ayrildi. Undan keyin onasidan ayrildi. Undan keyin o'g'lidan, undan so'ngra qizidan, undan so'ngra rafiqasidan, undan so'ngra kuyovidan va eng oxiri nabirasidan ham ayrildi. Shunchalik ko'p umr yashaganki u inson 3 avlod, 4 avlodni ko'rdi. Juda qiyin u. Shuning uchun ham yashamoq. Yomonga o'lim yo'q deydi-yu. U qimor o'ynab o'tirganida, yog'ochlik paytlarida shunday bo'lgan edi. Uning rafiqasi Jiyashin Yuchinga homilador bo'lganida uni oldiga borgan. Borganda u tepib surib haydab yuborgandi homilador ayolni. 5 kilometr u uygacha yig'lab borgan. Shuning kasri bo'lsa kerak menimcha. Shuning kasri tufayli u shu narsalarni boshdan kechirgan. Undan keyin oxirida u to'plagan puliga ho'kiz oladi. Ho'kizi ham juda qari. Uni uchratib qolish ham ayni tasodif yoki taqdir desak ham bo'ladi. U ho'kizni uchratib qolish. Ho'kiz ham u singari qari edi. Qanaqa bo'ladi? U ho'kiz olish uchun ketayotgan bo'ladi. Cho'ntagida puli bor. U kitobda aytadiki, bir ho'kiz yarim inson degan. Ya'niki u ham insonlar kabi ishlaydi, insonlar kabi fikrlaydi. Xullas, ho'kiz olgani ketayotganda yo'lda bir qishloqqa kirib qoladi. Qishloqda bitta qari ho'kizni so'yayotgan bo'ladi. Insonlar ho'kiz qarib qoldim, uni so'yishi kerak bo'ladi. Chunki u hech qanaqa ishga yaramay qoladi. U ho'kizga qarar ekan, ko'zlarida yosh, o'lishini bilib turgan bo'ladi ho'kiz va unga achinadi. Tabiiyki achinadi, chunki u ko'plab o'zining oilasidagi a'zolarini ko'mgan edi va uning o'lishiga jim qarab tura olmasdi. Uni sotib oladi, sotib olgandan keyin uyga olib kelib ishlata boshlaydi.
Undan keyin u ho'kizga juda ko'p hamma narsalarni ayta boshlaydi. Ya'niki uning dardkashi, ya'niki uning qo'l ostidagi qo'li va oyog'i bo'lib qoladi. Undan so'ngra bu kitob o'zi Yuyxua yozib o'tgan. Ham u kitobni yozilish tarixi qanaqa? U inson hamma Xitoy hududini aylanib o'tadi va qiziq xalq maqollari, xalq matallari, xalq ertaklarini yoza boshlaydi va Fugiga duch kelib qoladi. Fugi o'z hikoyasini boshlaydi. Shu Yashamoq kitobidan olgan xulosalarim. Yashamoqda yashab ko'rish kerak. Men ham Turkiyada Yashamoq kitobini yashab ko'rib o'qidim. Xo'p, Yashamoq. Bu kitobni o'qib chiqish kerak inson. Chunki nimaga? Unda ocharchilik nimaligini biladi. Yolg'iz qolish nimaligini biladi inson. Oila a'zolariga mehribonlik qilish nimaligini biladi inson. Va shu kabi urush nimaligini, ayniqsa meni hayron qoldirgan narsa ocharchilik nimaligini biladi. Hozir bu yerda Turkiyada ishlayapmiz. O'shanda ocharchilik nimaligi yo'q bu yerda. O'zbekistonda ham yo'q edi, lekin Yashamoq kitobini o'qib bo'lganimdan keyin har bitta nonning qadrini, har bitta guruchning qadrini, har bitta suvning qadrini bilyapman. Yashamoq kitobida shunday ta'riflab berganki, u Fugining o'rniga o'zingiz tushib qolasiz. Yashamoq kitobida yashab ko'ring. Yashamoq kitobida juda zo'r, yaxshi, odamni yig'latadigan kitob rostdan ham. Lekin yig'lamadim. Chunki nimaga? Ijtimoiy tarmoqlar, ya'ni Instagramda reels ko'rish kabi narsaki, unda nima chiqishini bilib bo'lmaydi. Bir yig'laysiz, bir kulasiz, bir qahqaha otasiz, bir jahlingiz chiqadi. Ya'niki u hissiyot o'l bo'ladi. Shunchalik 10 sekundda hissiyotlar bor o'yni yuqori tushib chiqadi, yoyiladi chiqadi. Shunaqa bo'lib hissiyotlar o'lib qoladi. Bu qiyin. Yashamoq kitobida yashang. Hammaga o'qishni tavsiya qilaman. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. Undan keyin video tugagandan so'ngra kitob sharhida o'zgacha burilish hosil qildim. Ya'niki Yashamoq kitobida eng zo'r iqtiboslarni yozib keltiraman sizlarga. Ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.